Bobomizni oldiga boring. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Ha, bu yaxshimisiz? Rahmat. Charchamangizlar bu. Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimi, tinchmi? Xudoga shukr bu. Mana biz Surxondaryo Sarasoy rayonidan. Aha. Mana Sangardak Yaylovlarida. joyloviga mana shu Sulaymon hojini cho'poni biz. Ha, mehnat qilyapsizlar. Mehnatni qilyapmiz, ko'zimiz olti ko'zi. Ha, xudo xolasa. Xohlasa aka qurbonlikka ham to'g'ri keladi bu. Aha. Xushxor qilishga ham to'g'ri keladi aka. Ha, inshaalloh. Bemalol olib boqib mana ko'zlarni barakat inshaalloh. Nasib bu endi bizga qiziqda. Ha. Bu mehnat necha yil mehnat bo'ldi? Nechanchi yildan beri qo'y boqib yuribsiz bu? Men 2000-yildan beri qo'y boqib yuribman. Kolxoz davridan kelgan cho'ponman. Ha. 26 yil bo'ldi aka. 26 yil bo'ldi. Ha, 26 yil bo'ldi. Mana shu 26 yildan rahmat bu. Mana sizlarning orqalaringizdan endi mana kelyapti asta-asta mana qo'ylar. Xo'p, Kelyapti sifat. Hop, mana shunday atar sharoitiga mana shu 50 ta erkak qo'zi sotamiz. sotasizlar. Ha, 50 ta erkak qo'zi mana xaridor bo'lsa sotamiz aka. Ha, xudo xolasa. Ha. Bo'lni Narxini ham aha, oladigan klient bo'lsa, narxini ham kelishib beramiz. inshaalloh. Xizmatda dehqonchiligimiz shu. Ha, barakasini bersin deb. Ha, barakasini bersin dehqonchilik. Halol kasbda bu. Halol kasb, buni olgan odam baraka topsin. Bizga bir duo qilib rahmat aytsa bo'ldi. Inshaalloh. Lekin bu dam oladigan joylar ekanda. Ay endi xudo xohlasa sanatoriya sadqasi bo'lay buni toza havo deng. Ha. Qalarga Chalob bormi yo'qmi? bor, hamma narsa bor. Ayron Akajon, chalob. cholov ham bor. Ha, kelishsa. Ha. Bu ko'pchilik bilmaydi-da, shuni ham bir ma'lumotini berib o'tasizmi? Qanday bo'ladi? Ko'pchilik bilmaydi. Hozir bizda viloyatdan ko'rishadi, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston ko'rishadi-da. Chalob qo'ydi qimizi. Cholovda bu shunday. Aha. Cholovda mana bir 10 ta savdomiz bor. Ha, savdo qo'ylar deng. Ha, qo'ylardan. Qo'ylar. Ha, u bir 10 ta savdomiz bor. Bu soliqlarni mana bizlar soat 9-10 larga mana Chashkaga, Qo'tanga haydab borib, tar-tor qilib uni ayirib, O'zi o'rganib qolgan. o'zi o'rnalib qo'ygan, ha. Sog'ib, qorninga sog'ib, Qarangizlar, ana ha. keyin ayron tayyorlaymiz aka. Qo'ydi qornini tozalab, Ha, bitta qorni olinadi. ha. Keyin o'shani ichiga tozalanadi-da, o'zini bir ma'lum nimalari bor. Tayyorlanadi-da o qorin. Ha, u qorninga tayyorlab, Sutni uni shunga keyin sog'iladi keyin. mana alxor degan o'ti bor, giyoh. Alxor, ha. Ana shu giyohlardan solamiz aka. Ana undan 1 kurushga, 2 kurushga ichsangiz, Ha. orduqdan chiqib, Ha, bir rohlanasiz-da. Undan quvvatli narsa o'zi kam aka. Quvvati zo'r uni. Uni quvvati zo'r Ha. aka, u Uni har ichgan qanday biladi-da cho'pon ham uni. qilolmaydi, ha? Uni ichgan biladi. Hozirlar yo'qolib ketdi bu. Hozir endi yoshlar qilolmaydi. Endi biz qari, biz tayyorlab yuribmiz-da. Ha. Telefonni o'chirib qo'ying. Hop. O'sha chaloblar endi o'zimizda ham bor, bizlar Qo'tanda ham bor. Ha, sizlarga ham bo'ladi lekin. Ha, u narsani bilgan biladi aytganda. Ha, bilgan biladi, bilmagan uni nima qilolmaydi. bir Hozirgi mana ichsa yosh lekin- cho'ponlar unday ayron bunday narsalar qilib, biz eskidan kelganmiz. Ha, do'stlar, Be ayron biz nima Ayron turolmaymiz aka. qimiz qo'ydi, qimizi echki qo'ylar sog'iladi, keyin qoringa solinib tayyorlanadi-da u sut. Keyin achilinadi, keyin chalob holatiga keladi. Qo'yda o'zi yog'i ko'p bo'ladi, echkini sutini yog'i ko'p bo'ladi. U shunda O mana bugun sog'amiz ertaga tayyor bo'ladi. Ha. Erta 1 sutkaga tayyor bo'ladi. har qo'yda haydab kelganda bir kurushga Ha, shu mana bugun soat 10-11larga sog'ib tayyorlaymiz. Ertasi 10-11larga kelib ichib, bitta yarimta mehmon kelganlarga 1 kurushga, yarim kurushga berib, bir Ha. Endi rohlanamiz. ha, mana shunday ko'p ko'rgan sizday bobolarimizdan endi asosda o'tib bizgacha keladi-da. Shunday, Hozir shunday. lekin asosda yo'qolib ketyapti bu narsalar. Ha, mana u yoshim ham 60 ga boryapti aka. Rahmat. Ha. Lekin 50 yashar, 45 yashar odamdayda
Harakatingiz qarang, 18 yashar bachcha deysiz hozir. Odamlar pul berib turnofi qilyapti. Biz bepul yuribmiz. Ha, aytaymi, 18-20 yoshli bolada hozir. Shundayda bu. Chaqmonsizda. Odam qancha yuraversa shunday ochilaveradi. Ay, barakasini bersin. Ana shunday. Do'stlar, kuzatib borasizlar hozir bularni. Otalarini ko'rsatamiz hozir. Shu sariq qo'zlar. Aka, ular so'ysa necha kilo qiladi? 25 kilodan 30 kiloga doğru qiladigan bor. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, xudo xolasa biz bugun 8-may sanasiga Surxondaryo, Sariosiyo yaylovlariga chiqib kelganmiz. Tabiatga alohida baho berib qo'yasizlar. Juda bahavo joylar. Bizlarni o'sha o'zimizda suruvlar chiqadigan joylar bu yerlar. Yaylov. Xullas bugun qo'zi qo'chqor video qilamiz inshaalloh. Ko'rib borsalaringiz videolarda kuzatasizlar. Mana shu sog'liqlardan, mana shu atardan ayrilgan qo'zi qo'chqorlar. Sog'liqlarni ular o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bo'ldi hozir. O'sha haydovda yuribdi, bularning ichida erkak qo'zilari ayirib olingan, hozir tepada ayirilyapti. Ko'rib borasizlar videolarni, xolisi. Qo'ylari juda zo'r. Suyagi ham, qirqligi ham sifat tomonlama yaxshi. Bu Surxondaryo Hisor qo'ylari. Qo'ylar bo'ldi. Yaylovda hozir ko'pchilik qo'ylar chiqib kelyapti. Biz o'zlarimizni qo'ylarimizni chiqarib joylashtirdik yaylovga. Bir oq labo keldi. Qorlarni qaraysiz. Hozir. Mana shu qorlarni kuz mahali erigan payt o'sha qorlar tagiga boradi-da, qo'ylar bersin. Shunday kelib ustiga o'tirib, choy ichib, dam oladigan joyda qo'zlarni ayirdik. Sog'liqlar mana. Bular onlarda bular. İçidan erkak qo'zlarni ayirdik. Hozir ularni obzorini qilamiz, tanishtirib o'tamiz holat qandayligini. Sizlarga endi onalarni ko'rsatyapman-da, sababki qonda ko'p narsa bor-da. Agar ota-onasi zo'r bo'lsa, kelajakda shu narsani chiqarib beradi-da. Qo'zlarda, misol yemga boqqandan keyin go'sht qilishi zo'r bo'ladi. Ertangi kun urug'likka olaman deb qo'yga qo'ysa, o'sha qo'zlardan mana shunday qo'ylar tushadi, bundan ziyod qo'ylar tushadi. Endi ko'rib turganlaringizda sifatlari juda zo'r endi, to'g'risi. Egalari. Lekin bitta narsaga qiziqdim. Shuncha katta joyning o'rtasidan bitta uy qurib qo'ygan ekan. Dam oladigan joylarda, to'g'risini aytganda. Mana tog'larni ko'rsalaringiz, mana bu tomonlarga shunday uydan chiqib, shunday uydan chiqib ertalab shunday bu yoqqa o'girilsa, juda chiroyli manzarada. Bu tomonda qorli tog'lar. Ob-havo salqin, yam-yashil hamma tomon. Juda boshqacha. Jonivorlar. Hop do'stlar, xudo xolasa mana qo'zlarni ayirib oldik. Tabiat. Yaylovni o'zidan, cho'pon akalarimizni o'zidan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo'q akajon, charchash yo'q. Ishlar yaxshimi aka? Yaxshi, rahmat xudoga. Rahmat aka sizga. Xo'p, qo'zlarni ma'lumotini aytamiz aka. Aka, qo'zlar dekabrsga qo'zi. Asta-asta bu yog'ini ko'rsatib boraveramiz. Dekabrsga qo'zi, nasib bo'lsa narigi tomoniga o'tib oling, tepasiga. Shu mayga 6 oyga to'ladi bular. Endi dekabrdan bu yog'iga tug'ilganda aka, to'g'rimi? Dekabrdan bu yog'iga tug'ilgan. Bugun nasib, bugun ayirdik bu qo'yni.
Sog'lig'imiz ham sherga. Ko'rsatdim Ha, sog'liqlarni. sog'lig'imiz ham sherga. Endi buni ichidan qo'chqorlikka ham olsa bo'ladi aka. Ha. Harodalikka. Endi ko'rinib turibdi aka. Ha, yaxshi Sifati yaxshi zo'r ko'rgan ekan, ko'p. Hozir men sizga ushlatib ham ko'rsataman. Ay, ushlab ham ko'rsating. Men asta bir ko'rsatib beray. Do'stlar, bular Mana endi nasib, ha, toza narsalarda aka. Misol toza. Ha. toza o't yeb yuribdi. Mana shunday havolarda, toza havolarda yuribdi aka. Uyda boqilmagan. Bundan buyog'i agar qilaman degan odamga yanada bu rivojlanib ketaveradi. Ha. Xudo xolasa. Parodalikka ham yaxshi ko'zlari ko'p. Onalari ham zo'r ekan aka. Onalari. Men olddan ko'rsatmadik, uzoqdan bir ko'rsatdik aka. Sifati zo'r. Onalari ham zo'r aka. Hop. O'sha qadimdan kelgan ekanda bir qondan aka. Ha aka. Sangarda Qo'shqor zo'r qo'yilib. sangarda yuradi qo'yimiz doim. Toza havoga. Do'stlar, hali bu yilning hisobiga bunday qo'zi endi birinchi marta chiqishida. Surxondaryo. Biz Surxondaryo demaymiz, hop, o'zimizning kanalda. Mana shunday sifatli qo'zilar endi birinchi marta chiqishi. Endi bundan buyog'iga asta-asta chiqaveradi. Hammasi har xil bo'ladi sifati. Hozirgi paytga sifat katta rol o'ynaydi. Sizlar hozir bularning narxini so'raymiz. Fikrlaringiz bizlar uchun qiziq. Mana sifatlisidan sifatlisiga o'tib boryapmiz. Hop, o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek qo'zilar endi sifati zo'r. Jonivorlar barakasini bersin. Xizmat qilgan akalarimiz orqasida yurgani bu endi o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Yaxshi qo'chqor qo'shiladi. Yaxshi joylarda yuriladi, xarajat qilinadi. O'zlaringiz bir ko'rib baho berasizlar. Bular endi polniy dashtda tabiiy holatda o'stirilgan-ku. Agar bularni go'shti bilan uy sharoitida katta qilingan, yemga boqilgan qo'ylarning go'shti ancha farq qilinadi bular. Sabab tabiiy bular. Akamiz polniy mehnat qiladilar akalarimiz. Bobolarimiz. Do'stlar, qo'chqor qo'zilarni qo'shyapmiz. Bu boyagi obzor qilgan ma'lumotini berib o'tdi. Qo'zi qo'chqorlar. Aka, bularni endi necha puldan deysiz endi bularni? 5 million deyapmiz aka. 5 milliondan deysizmi? 5 milliondan deyapmiz. Kelishtirib o'tiladigan joyi bormi? Endi kelishtirayotgan narsamiz bo'ladi baribir. Molni xayri bor. Aha. O'tib berasizlar, ha? O'tib beramiz. Endi buni qanday ko'rishadi endi misol ustida ko'raman desa? Ustida ko'raman desa telefonlashadi, aytib ko'rsatamiz. Ha, mashin keladi yoniga. Mashin keladi. Mashin ustida kelyapti. Endi 5 million degan bilan 5 millionga bermaysiz baribir. Ha, molni xayri bor-ku, o'tamiz. Xolos savdosi bor. Endi mehnat qilgansizlar. Albatta. Endi hamma narsani o'zining narxi bor-da. Misol ularni ham xudo xolasa kelishtirib berasiz endi. Nasib. Kelsin oluvdor, kelishamiz. Ha, nasib. Ay, barakasini bersin chorvalaringizga. Sifati yaxshi. Endi bu yog'i gap ikki insonni kelishishida. Qo'zlar. Buni 55 ta dedimi, 50 ta dedi sonni? Qo'zinimi? Ha, qo'zi. Qo'zi 70 ga yaqin qo'zi bor bu yerda. Ha. Biz ayirib ko'rsatgan nechta edi? 50 ta edi. 50 ta. Qolganichi? Qolgani ham sherga bor. Ular ham sotiladi. Sotiladi. Ha. Ular hop, sizga telefon qilsa videosini tashlab bera olasizlar internet. Cho'ponlarimiz tashlaydi. Ha, video qilib tashlab berasizlar, gaplashasizlar, biz Gaplashamiz. kelishasizlar. Chiqarlar ketdi. Hop aka, bo'yindan ushlangan jonivor. Bittasini ushlab qo'yib. Aka odamni sudrab ketadi bu qo'chqor aka. Bo'yindan ushlab turing. Mana aka.
Bunday qiling. Buni tishi nima aka? Bu chori qo'shqor aka. Choriga endi chiqyapti jonivor. Ha, endi chiqyapti. O'zlarni qo'chqorlar ichidan ushlab qoldik-da bu. Qiradirlikda o'zi ushlatmaydigan jonivorlar. Hop, qo'chqorlar sotiladi-a? Aka. Sotiladi. Ha, qo'chqorlar sotiladi. Necha bosh berdi? Bu yerga 50 ta bor. Ha. Ularni endi ustidan ko'rsata olmadik. Qochib ketdik-ku, nariga bo'ldim. Buni endi alohida bir video qilinadi, bir tayyor bo'lgandan keyin. Ha, hali bor. 20 kundan keyin xudo xolasa Bu necha bosh berdi? 50 bosh bor. Nolsa telefon nomeriga chiqib bemalol gaplashib Bemalol. Shergilarim ko'pmi? bular juda chaqqonlar bular. Sariq qo'chqorlar sharoit tamasiga moslashgan.